Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Shiorchani qarang. Orzu bilan uxla, maqsad bilan uyg'on. Ushbu shimni sifat haqida gapirmoqchi emasman. Ushbu shimni o'zining shiori, falsafasi bor ekan. Buni kiyganingizda aniq sizga motivatsiya beradi. Orzu bilan uxla, maqsad bilan uyg'on. Ushbu shimni qarang. Buni hayron qoldirgan jihatlari bordan buni ko'rsataman. Buni o'zining aksessuarlarigacha bor. Faqatgina shimdan bir xil hid taralib tursin desangiz, ushbu shimni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Buni yuvganingizda, shkafingizda qo'ygan vaqtingizda bitta sepib qo'yasiz, o'zidan doim bir xil hid taralib turadi. Buni qarang, o'zini pasportlarigacha bor ushbu shimimizni. Qanaqa foydalanish kerak, qanaqa yuvish kerak, qanaqa dazmollash kerak, umumiy tushuntirib o'tilgan. Ushbu shimimizning ikkinchi rangi. Buni yana bitta jihatini aytib o'taman. Buni brendini ko'ryapsan. Xuddi o'zini brendi tushirilgan dasturmollarigacha bor. Ushbu shimlarimizni Aynimon uchala filiallaridan xarid qilishlaringiz mumkin. Eng yaxshilarini faqat sizlar uchun e'lonamiz.